2026 Chevrolet Damas zamonaviy shahar hayoti uchun mo'ljallangan ixcham va ishonchli avtomobil bo'lib, u kundalik foydalanishda qulaylik va tejamkorlikni birlashtiradi. Ushbu model kichik biznes egalari, oilalar va shahar ichida tez-tez harakatlanadigan haydovchilar uchun juda mos keladi. Damas o'zining sodda dizayni va mustahkam tuzilishi bilan mashhur bo'lib, 2026 yilgi versiyada ham bu an'ana davom ettirilgan. Avtomobil tashqi ko'rinishida katta o'zgarishlar bo'lmasa-da, uning funksionalligi va foydalanish qulayligi yanada yaxshilangan. Old qismi ixcham, burilishlari qulay va tor ko'chalarda ham bemalol harakatlana oladi. Saloni oddiy, lekin amaliy bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun yetarli joy taqdim etadi. O'rindiqlar uzoq vaqt haydashda ham qulaylikni saqlab qoladi. Damas asosan ishonchlilik va arzon xizmat ko'rsatish bilan tanilgan. 2026 Chevrolet Damas tejamkor dvigatelga ega bo'lib, yoqilg'i sarfi pastligi bilan ajralib turadi. Bu esa uni kundalik foydalanish va tijorat maqsadlari uchun foydali qiladi. Avtomobilning osma tizimi shahar yo'llariga moslangan bo'lib, notekis yo'llarda ham barqarorlikni saqlaydi. Boshqaruv tizimi sodda va tushunarli, yangi haydovchilar uchun ham qulay. Ichki panelda zarur bo'lgan barcha asosiy ko'rsatkichlar joylashtirilgan. Havoni sovutish tizimi yozgi issiq kunlarda qulaylik yaratadi. Damas yuk tashish imkoniyati bilan ham mashhur bo'lib, orqa qismi kichik yuklar uchun moslashtirilgan. Bu avtomobil ko'p yillardan beri bozorda o'z o'rniga ega bo'lib, 2026 yilgi model ham ushbu ishonchni davom ettiradi. Agar siz ishonchli va tejamkor avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, Chevrolet Damas yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. 2026 Chevrolet Damas texnik xususiyatlari jihatidan oddiy, ammo samarali yechimlarni taklif qiladi. Avtomobil dvigateli barqaror ishlashi va uzoq muddat xizmat qilishi bilan ajralib turadi. Shahar sharoitida tez-tez to'xtash va harakatlanishda dvigatel o'zini yaxshi namoyon qiladi. Uzatmalar qutisi silliq ishlaydi va haydash jarayonini yanada qulay qiladi. Tormoz tizimi xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, kundalik foydalanish uchun yetarli darajada ishonchli. Damasning gildirak bazasi kichik bo'lgani sababli u tor joylarda oson buriladi. Bu xususiyat ayniqsa shaharda yashovchilar uchun katta afzallik hisoblanadi. Ichki makonda amaliy yechimlar ko'p, masalan, saqlash joylari va qulay joylashgan boshqaruv tugmalari. Ovoz izolyatsiyasi minimal bo'lsa-da, shahar tezliklarida yetarli darajada qulaylik beradi. Avtomobilning yoritish tizimi tungi haydashda yaxshi ko'rinishni ta'minlaydi. 2026 yilgi modelda ayrim kichik yangilanishlar kiritilgan bo'lib, ular umumiy foydalanish tajribasini yaxshilashga xizmat qiladi. Damasning texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari past bo'lib, ehtiyot qismlari oson topiladi. Bu esa uni uzoq muddat foydalanish uchun iqtisodiy jihatdan qulay qiladi. Ko'plab haydovchilar ushbu modelni ishonchliligi va chidamliligi uchun qadrlashadi. Avtomobil turli sharoitlarda sinovdan o'tgan va o'zini yaxshi ko'rsatgan. Agar siz kundalik ishlar uchun muammosiz xizmat qiladigan avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, 2026 Chevrolet Damas sizni qoniqtirishi mumkin. Videoni tomosha qilayotganda ushbu modelning barcha jihatlarini diqqat bilan ko'rib chiqing va Auto Instinct kanaliga obuna bo'lishni unutmang. 2026 Chevrolet Damas funksional imkoniyatlari bilan ko'plab foydalanuvchilarning ehtiyojlarini qondira oladi. Ushbu avtomobil ko'p maqsadli bo'lib, oilaviy foydalanishdan tortib kichik biznesgacha turli sohalarda xizmat qilishi mumkin. Uning ixcham o'lchamlari shahar tirbandliklarida ham qulay harakatlanishni ta'minlaydi. Salonidagi joylashuv oddiy, lekin kundalik ehtiyojlar uchun yetarli. Haydovchi o'rindig'i ergonomik bo'lib, uzoq vaqt haydashda ham charchoqni kamaytiradi. Orqa o'rindiqlar zarur bo'lganda yuk tashish uchun moslashuvchan tarzda ishlatilishi mumkin. Bu esa Damasni yanada amaliy qiladi. Avtomobilning yoqilg'i tejamkorligi byudjetni tejashga yordam beradi va uzoq masofalarda ham iqtisodiy foyda keltiradi. Shuningdek, uning mustahkam konstruksiyasi turli ob-havo sharoitlarida barqarorlikni saqlaydi. Damas ko'p yillik tajribaga ega model bo'lgani uchun ko'plab haydovchilar unga ishonch bildiradi. 2026 yilgi versiya esa ushbu an'anani davom ettirib, oddiylik va ishonchlilikni birlashtiradi. Avtomobilni boshqarish oson bo'lib, yangi haydovchilar uchun ham mos keladi. Kundalik ishga qatnash, bozor yoki yetkazib berish xizmatlari uchun u juda qulay. Ushbu model uzoq muddatli foydalanishda ham o'z qiymatini saqlab qoladi.
Agar siz amaliy, tejamkor va ishonchli avtomobil haqida batafsil ma'lumot olishni istasangiz, ushbu video siz uchun foydali bo'ladi. Auto Insight kanalida shunga o'xshash avtomobil sharhlari ko'p. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, yangi videolarni o'tkazib yubormang.